Oyijon, sizga yaxshi kelin bo'la olmadimmi? Kriz va men ovqatingizni qilaman. Men bu uydan ketmayman. Men qachonki xo'jayinim kelib javobimni beradi, keyin ketaman, oyijon. Qizlaringizga bir og'iz gapirsangiz bo'ladi-ku. Nahotki kuchingiz yetmaydimi qizlaringizga, opajonga gapirsangiz bo'lmaydimi, oyijon? Men bu uydan ketmayman. Voy, o'lmasam. Voy, bu qizni qanaqa tarbiya bergan ekan mana. Hech chiqishtirishmayapti-ya. O'rtada qolib ketdim. Arosatda qolib ketdim. Voy, mani mehribon ukajonim, ukatoyim, yagonam, nechaqsan? Voy, ukajonim. Yo'q, havo, to'yib nafas olma, to'yib. Qizimisan? Ha, xotiningmi? Ha, ko'chaga chiqib ketuvdi. Kalon ko'raman o'zi. To'yib kelsam ko'chada bo'lgan bo'ladi. Mehribonim, boyliklarim mani. Yaxshi onam seni tug'ib bergan. Opajon, bu narsa kerak emasmi? Ukangizlar bilan gaplashyapman deysiz. Men taqalatmasdan kirasan? Sizga bu narsa kerak emasmi, do'stlarim? Xo'jayinimlar bilan gaplashganmisiz, menga ham ulib bersiz. 1 yil bo'lib qoldi ketgan. Yo'q, ukam emas. O'rtog'im bilan gaplashyaptim, Fatrushka. Taqalatib turgan. Xo'jayinim yuborgan pulidan $100 bersangiz, jiyanlaringizni kiyintirib olardim. Oyoq kiyimidan ham yo'q, puli yo'q. Ukam ish yaxshi emas ekan. Sal qiynalib qolgan. Pul kutmaylar boy. 1 yil bo'ldi gaplashmaganimizga, opajon. Jiyanlaringizni kiyintirib olardim, $100 bering. Nimaga qichigan aparatsiz? Ozgina qisib turing. Siz yashayotgan bitta sizmisiz? Tavba qildim. Hech kim o'lgani yo'q, siz yashab. Shunaqa ham qichmadan xotin bo'ladi. Uzr, opajon. Tavba, shunaqa ham qichmadan qichigan xotin bo'ladimi? Bitta sanmay ersiz yashayotgan. Bitta ko'rsa olib kel menga. Nimagan sari boshga chiqadi. Vatanga nima? Hozir havo kamayib ketgan ishada. Hech ham. Mana hozir havo. Mana kelyapti. Kenaya, Bo'ladi. opamdan xafa bo'lib qoldingiz, siz xafa bo'lmang. Ular o'zi shunaqalar, o'zi yaxshilar. Lekin mana shunaqa ozgina xarakterlari bor. Dinaraxon, boringizga rahmat. Bu uyda bitta siz meni tushungansiz. Boya opamga pul so'rayotganingizni eshitdim. O'shanga men akamga jo'natgan puldan arzimasa ham oling. Rahmat, Dinaraxon. Yanlarimni Rahmat, boringizga shukur, lekin men opajondan rozi emasman. Rozi emasman opajondan. Xafa bo'lmang. Boringizga shukur, Dinaraxon. Rahmat. Voy qizim. Shu ukangdan kelgan pullarni sanab hech charchamading-da, sanamda. Duh beradi, oyi, duh beradi. Duh qursin. Sen bilan gaplashib oladigan gapim bor, qizim. Endi meni eshit. Keliningga o'zimmi, oyijonim? indamagan sarim ezib tashavassan kelinimni. Jiyanlaringni o'ylaysanmi? Ertaga ajrashib ketsa, meni ani qora ko'zlarim yetim bo'lib qoladi. O'zingning hayoting bo'lmaganga yarasha uning ham hayotini buzmoqchimisan, qizim? Pul o'lsin-da, pul o'lsin. Oyijon, men ajrashib boshingizda o'tirinman. Ajrashsin, ko'ra olmayman men. Yurib bor xotinlarni ko'ra olmayman, oyijon. Men tushunmaysiz.